Assalomu alaykum akajon. Akajon qayerdansiz? Toshkent viloyati Parkent tumanida. Toshkent viloyati Parkent tumanidan, ha? Prinsip ma'qul bo'ldimi? Narx-navodan ko'nglingiz to'g'mi? Hamma joy ko'rib keldingiz, ha? Chiroyli qilib kelishtirib berdikmi? Mana bir mo'si 1,5 ga 2,5 qilib berdik. Toshkent viloyatiga 1,5 ga 2,5 bir mo'si 14 lik archa balonlar zapaska bilan ketadigan qilib bir qilib berdik. Mana mashina farqli ustanovkalarni, elektromontajlarni bonus qilib berdik. Ustida tentlari bor. Tentini mashinaga tashaganlar. Tentlari bilan chiroyli qilib berdik. Hamma joy ko'rib kelganlar. Aka ma'qul bo'ldimi? Hamma joy ko'rib keldingiz, ha? Mana bugunchi son nechisi? 20-yanvarmi? 20-yanvar 8:30 da keldingiz, 10:30 da ishingiz bitdi, to'g'rimi? 2 soatda ishingiz bitirib berdikmi? Tayyor prinsip oldingiz, to'g'rimi? Klientlarga, obunachilarga nima deysiz? Tavsiya qilasizmi? Akajon, bitta like bosib qo'yasizlar. Like bosganga pul hech nima tutmaydi. Adres Samarqand Jonboy katta trassaning ustida. Mana 2 soat ichida ishlarni bitirib berdik. Toshkent viloyatidan keldilar. Kimga shunaqa prinsiplar kerak bo'lsa, bemalol Nalichida tayyor prinsiplarimiz bor. 7 ta 8 ta tayyor prinsiplarimiz bor. 1 mo'si, 2 mo'si bemalol kelaverasizlar. Akal ma'qul bo'ldimi? Mayli akajon. Narxini aytib o'tibman. Narxini 11,300 ga qilib berdik. Hamma narsani chiroyli qilib taxlab berdik. Mana akamga.